Ko'zimizga oddiy ko'ringan shu qaychilar aslida necha pul turishini bilasizmi? Men sizlarga top 3 ta dunyodagi eng qimmat qaychilarni sanab o'tmoqchiman. 3-o'rinda Camisoro Black Diamond. Ushbu qaychimiz o'zini yuqori sifatli po'latdan tayyorlanganligi va ergonomik dizaynda o'tkir tig'liligi bilan ajralib turadi. Boshlang'ich narxi $1000 boshlanadi. 2-o'rinda Yaponiyaning Mizutani Z2 modeli o'rin oldi. Bu model o'zini aniqligi va chidamliligi bilan boshqa modellardan ajralib turadi. Narxi $1500 boshlanadi. Birinchi o'rinda esa Yaponiyaning yana bitta brendi Hikari brendi hisoblanadi. Bu qaychi o'zini sifatliligi va butun dunyodagi stilistlar o'rtasida mashhurligi bilan ajralib turadi. Narxini tasavvur qilib ko'ringlar, naqd $2000. To'g'risini aytaman, o'zimning instrumentlarimni yig'sa ham $2000 chiqmaydi. Bergan ma'lumotlarim foydali bo'lgan bo'lsa, bizani kuzatishda davom etinglar. Like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin.